Assalomu alaykum qizlarjon hammalarga. Hozir men sizlarga hayotingizda eng oson bo'lgan mannik tayyorlashni o'rgataman. Bu zavtrakka, poldniklarga, ujindan keyin choy ichishlarga juda ham bolajonlarga ham kattalarga ham birdek yoqadigan shirinlik desak ham bo'ladi. Demak, boshladik. Описаниеda yana to'liq qoldiramiz mahsulotlarni. Ketdik. Osonligi shundaki, hamma narsani ketma-ket solib bitta venchikda aralashtirib tashlash bilan oson. 2 tuxum, 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq 10 gram kabartma. Tak. Kefir. Kefir свежийsi ham sal eskirog'i ham bo'laveradi bunga. Kefir. Tuxumimizdan sariqlarni yorib olamiz-da. Bitta aralashtirib, ana endi qolgan mahsulotlarni ham sop ketaveramiz. Shakar, yog', o'simlik yog'i. Hitsiz albatta, ovqatlardan qolgani bo'lmaydi. Bir 130 gram elangan un va manniy krupa. Hammasini solib, yaxshilab ana endi aralashtiramiz. Hammasi tushib bo'ldi, qizlarjon. Yaxshilab endi kamochkalarni ketkizib aralashtiramiz. Telar qurib qolishi kerak emas. Mana qizlarjon, hammasini aralashtirib oldik. Endi buni qizlar mana shu tog'orachasida xona haroratida 20 minut qo'yib qo'yamiz. Ustiga salfetka yopib, 20 minut manka ozgina bo'kib olishi kerak. Keyin davom etamiz. Mana qizlarjon, oradan vaqt o'tdi. Qaranglar, qanaqangi zo'r bo'ldi. Mankalarimiz bo'kib, kabartmalarimiz o'zini kuchini ko'rsatib. Endi biza bu yerda 200 gram olchani, danaga olingan olchani qishga olib qo'yilganini sitidan chiqazib oldik. Buni orasiga teramiz, hozir ko'rasizlar. Mana endi listimizga 20-22 qolipli diametrli qolipni folgalab olamiz-da. Syomniy qolip ham bo'ladi va xamirimizni yarmini solamiz. Soldik. Endi olchalarimizni ustiga terib chiqamiz. O shakarlab olib qo'yilganida qizlar kompotlarning ichidan chiqadigan olchalar ham bo'ladimi deydi ko'pchilik. Bo'ladi, bemalol ishlatsanglar, suvdan silqitib ishlataveringlar. Zo'r bo'ladi. Bu mannikka nafaqat olcha, qulupnay, malina, xohlagan narsalarni solsanglar bo'ladi. Kraxmallash shart emas. Qizlar, mannik o'zi anaqani любой narsani vlagasini shimib oladi. Ya'ni namligini. Shuning uchun bizga kraxmallash shart emas. Mana shunaqa qilib qo'yib oldik. Endi ustiga qolgan xamirimizni men kameraga teskari ishlayotganimda shunaqa noqulay ishlayman doim. Qizlar, biza asosiy vazifamiz olchani bir sloy yopishimiz kerak. Nimagaki, hozir bu 35 minut, 40 minut pishvaguncha olchamiz kuyib ketishi mumkin, kuyib qolishi mumkin, qovjirab, qoqib bo'lib. Shuning uchun ustini mana shunaqa akkuratniy olchalarni hammasini yopib chiqamiz. Xamirni hammasini ko'pini qo'yib tagiga ozgina qolmasin. Shuni kontrolini qilasizlar. Mana shunaqa qilib olchalarning ustini yopib chiqamiz. Bo'ldi qizlarjon, endi 160 gradus qizigan pechga 35-40 minutga qo'yib olamiz. Mana qizlarjon, qanaqangi baland, ichlari pishgan, qaranglar, qanaqangi zo'r pishgan ichlari. Mannikimiz tayyor bo'ldi. Albatta bu yosh o'qariga birdek yoqadi. Tayyorlab ko'ringlar, ham oson, 1-2-3 etapda, ham juda ham mazali, bittada o'xshab chiqadigan narsa. Tayyorlab ko'ringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.